Tavuzning ta'mi tatliq, shirinisi ko'p, yoz faslida odamni salqindatib, ussizlikni qondiradigan esil meva hisoblanadi. Tavuz tarkibida yog' va xolesterol bo'lmagandan boshqa, odam badaniga ehtiyojli har xil oziqlik tarkiblarining hammasida go'dak bor bo'lib, oziqlik tarkibi eng mo'l, eng sop, iste'mol qilish eng bexatar bir xil yemaklikdir. Oziqlik tarkibi va roli. Tavuz tarkibida vitamin C, vitamin A, vitamin B hamda kalsiy, fosfor, temir qatorliq mineral moddalar bor. Qon besimini tövenletidi, suydukni ravonlashtiradi hamda börekdagi yallig'ni yo'qotadi. Tavuzning yurak mingi qon tomirlarini qo'g'dash roli bor. Seriqliq tushishni davolashdimi belgilik roli bor. Tavuz issiqni qaytirib, issiq o'tishni davolaydi. Bearamlikni tugatib, ussizlikni bosadi. Tavuz tarkibida ko'p miqdorda suv bor bo'lib, issiqqa eshib ketish, qizish, ussash, ko'p tarlash, bearam bo'lish alomatlarini pasaytadi. Yangi tavuzning shirinisi va shapiqi terining elastikligini oshirib, qo'riqlarni azaytib, terini paqiroq qiladi. İste'mol qilishda bilib olishga tegishli ishlar. Tavuz böğrek kesili bemorlari, qizib qolganlar va husn go'zallashtirishga havas qildiganlarning iste'mol qilishiga bakmi muvofiq keladi. Yuragi zaiflashganlar, og'ir darajada suluq ishq kesili borlar tavuzni ko'p yemaslik lozim. Tavuz tarkibidagi shakar miqdori yuqori. Shunga diabet kesiliga giribdor bo'lganlar tavuz yeyishda ehtiyot qilishi lozim. Eg'iz bo'shliqqa jarohatlanganlar va zukamning dastlabki mezgilda turganlar tavuzni ko'p yemasligi lozim. Yozliq kun to'xtashdan burun va bosh ko'zdan keyin teni ojizlar tavuz iste'mol qilmasligi lozim. Tavuzni qishda ko'p iste'mol qilmaslik va yangila to'nglatqudan elib yemaslik lozim. Tavuz sovuq turadigan bo'lg'achqa, ziyoda sovuq oshqozonning normal do'mildishini ojizlashtirib, oshqozon iqtidorini ta'sirga uchirtadi. Shunga tal oshqozonini sovuq qoplab ketganlar, hazm qilishi nachar va oshqozon uchay kesili borlar tavuzni oz yeyishi lozim yoki yemasligi lozim. Tavuzni bir qatimda bak ko'p yemaslik lozim. Bo'lmasa ko'p miqdordagi suv oshqozonga kirib, oshqozon suyuqligini suyuldirib etib, hazm qilish nacharlashishini keltirib chiqaradi. Oshqozon uchayining kasalga qarshi turish kuchini ojizlashtirib etadi.